Agar yo'q desa biz shantaj qilamiz. U oldindan shu narsani ko'ra olgan, ma'naviyatli odam bilan madaniyatli odamning farqi juda o'tlab ketdik. Aytmoqchi bo'lganim u o'sha ma'naviyatli odam bo'lgan. Mashina haydab yurgan odamdan shunday mashinasini olib qo'yib qo'ydi. Shuni olib qo'ydi. Jinni bo'lib qoladi. Hamma filiallar shuni raqamlarda ko'targan. Qaysi filiallar o'zini ko'taryapti, qaysi filiallar foydada, qaysi filiallar zararda, ya'ni minusga ishlayapti. Minusga ishlayotganda shuna hammasini yopgan. Assalomu alaykum. Bizani solo podkastimizga xush kelibsizlar. Bu keyingi sonini olish boshladik biz уже. Men bu sonda har bitta sonimizda o'zi so'rab boraman. Nima qilib, qanaqa qilib biz bu narsalarni yaxshilasak bo'ladi? Bizani o'zimizning podkastlarimizni yana ham yaxshilashimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Deb sizlarni fikrlaringizni so'rayman. Izohlarda sizlar yozib ketinglar. O'zingizlarning fikringizni xursand bo'lgan bo'lardim. Shunaqa. Bu bizani keyingi podkastimiz. Xo'p. Bugun men marketingdagi analizlarni, marketingda analitikalarni o'rnini aytib ketmoqchiman. O'zi qanchalik o'rinli, nimaga buni analizlarni qilishimiz kerak deganda, men yaqinda bitta video oldim, Instagram qo'ydim bu narsani. Gigant bo'lsangiz ham sinib ketasiz degan videoni qo'ydim. Nimaga deganda, yaqinda men bu o'zi bitta voqea bilan boshlamoqchiman. Men o'zimning hayotimda bo'ldi, bu narsani aytib berganman oldin ham. Men kofe olish uchun borganman bitta kofe shopga. Borganimda bitta oynasiga, kofe shop oynasiga 12:00 gacha ishlaymiz deb yozib qo'yishgan ekan. Keyin men kirib so'radim. Mana oynasini taqillatib, bitta kofe qilib bera olasizmi? Cappuccino sredniy desam, "Aka, men kassani yopdim" dedi. Ya'ni men o'sha xursandman, lekin soat hali 11 bo'lmagan. Bitta kofe qilib bering, iltimos, 5 minutdan vaqt ketmaydi-ku desam, "Men kassani yopdim dedim sizga" deb, mana shunaqa jahl bilan gapiryapti. Ya'ni tushunmayapsanmi sen hozir degandek. Keyin, "Bo'pti, mayli. Unda uzr deb shundoq ketaman" desam, "To'xtang, endi qilib beraman" dedi. Xo'p dedim. Keyin shundoq humo kartamni uzatsam, "Yo'q, bizda humo yo'q" dedi. Xo'p, nima bor bo'lmasam, Click Pay me bormi, o'tkazib bersam bo'ladimi kartadan desam, "Yo'q, faqat UzCard bor, naqd bor" dedi. "Terminal bilan ishlaymiz" dedi. Xo'p, uzr bo'lmasam, okey dedim. Men keta qolay bo'lmasam, shundoq chiqdim, 10 metr nariyoqda Safiya turgan ekan. Shundoq kirdim. Kirganimda u yoqdagi bolalar mendan faqat kriptovalyuta olmaymiz deyshmadi xolos-da. Choslar, ya'ni hamma injiqliklarni qilsanglar, ular ko'tarib, ular joyda yechim berishyapti. Click, Uzum, Payme, oson, naqd, UzCard, Humo, hamma terminallar bor. Xohlaganingizcha to'lasangiz bo'ladi. Choslar, xohlaganingizcha to'lasangiz bo'ladi, xohlaganingizga pul tashib ketsangiz bo'ladi. Shunaqa. Даже meni pulim qolib ketdi desangiz ham, hech qanaqa muammosi yo'q. Siz kelib telefon qilib pul chaqirtirib bersangiz bo'ladi. Shunaqa. Nimaga bu narsani aytayapman deganda, ko'pchilik biznes egalari o'ylaydi, misol uchun, balkim o'sha coffee shop egasi o'ylar. Bizda marketing yaxshi ishlamayapti. Odam kelmayapti-ku deb o'ylash mumkin edi. Aqlli biznes egasi nima deydi? Qani biz bitta analiz qilaylikchi, rostdan ham odam kelmayaptimi? Yoki kelgan odamlarni ham biz qaytarib yuboryapmizmi deb bitta raqamlarni ko'tarishardi. Bizani nechta odam bizning reklamamizni ko'ryapti? Aytaylik, 1 million kishi reklamamizni ko'ryapti. Zo'r. Oxirgi bir oyda, demak, fevral oyida 1 million axbat bo'libdi hamma reklamalarimiz. Zo'r. Nechta odam bizani kassamizgacha keldi, misol uchun, to'g'rimi? Bizdan ko'pi so'rab keldi. 100 ta odam keldi. Va nechta odam bizdan kofe olib keta oldi, misol uchun. Har kuni 100 tadan ko'p odam kelibdi-da, lekin nimagadir ham 30 kishi faqat kofe olib chiqib ketibdi. Nimaga qolgan 70 kishi olmayapti bu yoqda? Savol. Endi aqlli biznes egasi nima qiladi deganda, misol uchun, o'zi har bitta mana klientni o'tadigan bosqichlardan sekin o'tib ko'rish boshlaydi. O'zining klientlari bilan gaplashib boshlaydi. Ya'ni u yoqqa kelayotgan odamlarni yoki marketolog bo'lsa, u yoqqa kelayotgan odamlar bilan bitta gaplashib boshlaydi. Nimaga olishmayapti? Qarabsizki, u yoqda yoki o'sha filialingizda sizda Humo yoki mana bu boshqa to'lov usullari bilan, mana kartalar bilan onlayn to'lov usullari yo'q. Chonsi? Yo'q. O'shaning uchun kelishmayapti. Siz qarabsizki, obedgacha ishlaydigan, ertalabdan obedgacha ishlaydigan, ya'ni birinchi smenadagi odamingiz ishlamayapti, kelmayapti ishga. Yoki o'sha filialda yo'q. Hali ishchi qo'yilmagan. Shuni deb siz nechta klient yo'qotayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu bir, ikkinchisi nechtalab u odamlar negativlarni tarqatib yurishibdi. O'rtacha bitta odamda bu statistika bor. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Men eshitdim buni. 180 tagacha tanishib olar ekan.
O'rtacha bitta odam. O'sha biz maktabda o'qigan, universitetda o'qigan, kursdoshlarimiz, tanishlarimiz, sinfdoshlarimiz hamma. Chosli 180 ta o'rtacha tanish bo'lar ekan. Har bitta odam agar 180 taga yomonlayotgan bo'lsa, kuniga 70 talab shunaqa odamlarni hisoblab ko'ring, balki undan ham ko'proqdir. Nechtalab odam kelyapti? To'g'rimi? Shunaqa. Shunaqa gaplar mana nimaga men buni aytdim. Agar sizni o'zingizni biznesingizda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, siz o'zingiz yoki siz marketologingiz analiz qilib, bitta-bitta har bitta qadamlarni ko'rib, tekshirib, sekin ichiga kirish mumkin. Shunaqa. O'shanda topiladi. Sabab topiladi. Hozir men sizga aytgan bu instrumentlarni buni tilida CJM deyshadi, ya'ni klient kartasi, customer journey map har bitta etaplardan o'tib ko'riladi. Klient qaysi etaplardan o'tib kelayotganlari ko'riladi. U yoqda ishlatilayotgan texnikalar, hamma narsa tekismi, ya'ni har bitta bosqichdan bosqichga o'tayotgan paytida klient qanchalik oson o'tyapti. Boshqa joylarda, boshqa kofe shoplarda qanaqa o'tyapti. Misol uchun men Costa'ni bilaman. Costa'da men hech qaysi bir kofe shoplarda ko'rmaganimni ko'raman. Bitta narsalarni ko'raman. Nima deganda rostdan ham muhitni zo'r qilib qo'yishgan. Ya'ni bu physical evidence deyshadi marketingda. Piladan bittasi bu ham. Va shundoq kofeni olishingiz bilan sizga anaqa yaxshi dam oling deb aytishadi u yoqdagi bolalar. Eshikni shundoq ochsangiz, ko'pincha baristalar hammasi birdaniga sizga добрый день deb yuboradi sizga. O'sha yerdan. Shunaqa bu qanchalik mijozni kayfiyatiga ta'sir qiladi. Bunaqa narsalarni men qayerdan topib chiqaman? Qayerdan bilaman bularni men? Klientimga qanchalik qiziqligini deganda, bu o'zi marketolog vazifasi. Bu narsalarni topadigan odam marketolog bo'ladi. Yoki marketing bo'limiz katta bo'lsa, R&D degan bo'lim bo'ladi, research and development. Yangi narsalarni topib tatbiq qilishadi ular. Shunaqa kazdef qilib, ya'ni savol-javob qilib, klientlar bilan bitta-bitta oldindan savollar suzib olib, sekin klientlarning ichidagi narsalarni sug'urib olib, sekin tatbiq qilishingiz mumkin. Ko'p shunaqa. Endi mana shu kazdefga yetib keldik. Klientlar bilan savol-javob qilib, boyagi narsalarni topishimiz kerak edi-ku biz. Klientlarga qiziq bo'lgan narsalarni topishimiz kerak edi. Ular bizga kelib turib maza ketish kerak edi. Boyagi biz bermoqchi bo'lgan emotsiyani olib chiqib ketish kerak edi. O'shani men qayerdan topaman deganda ikkinchi instrumentimiz mana bu yoqda bizda CastDev. CastDev bu customer development degani o'zi inglizchadagi tarjimasi buni. Bu bizga nimaga yordam beradi? Oldindan savollarni tuzib olasiz. Mijozingizdan so'rab oladigan. Men qayerdan bilaman bu savollarni deganda, nimalarni bilmoqchisiz siz klientingiz haqida? Ha? Shunaqa. Tuzib olganingizdan keyin bu yoqdan telefon orqali yoki eng zo'ri uchrashuv belgilanadi. Chaqirasiz bitta mijozlaringizni, shunaqa gaplashib boshlaysiz. Menda mijozlarim yo'q-da, meni hali biznesim yangi-da deydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa biznes qilayotgan odam bilan gaplashib ko'rib turib, ya'ni u orqali bu danliklarni yig'ib olishingiz mumkin. Misol uchun, men sizga shunaqa analiz qilib bermoqchiman, keling, men o'zim ham mana shunaqa biznes qilmoqchiman. Shunga nima deysiz deb u orqali foydalanishingiz mumkin. Yoki mana shunaqa sizni produktingizga o'xshagan produktlarni yoki sizni konkurentingiz bo'lishi mumkin bo'lgan odamlarni produktlarini ishlatayotgan klientlarga borib ular bilan savol-javob qilishingiz mumkin. Shunaqa. Mana misol uchun men aytaylik, coffee shop ochmoqchi bo'lsam va qaysi segmentda, misol uchun Costa'ning segmentidami, yoki Safiyaning segmentidami, yoki fast foodlarning segmentidami men bilmoqchi bo'lsam, misol uchun Costa'ning segmentida ochmoqchiman, to'g'rimi? Zo'r. Analiz qildim. Qarasam, misol uchun menda bozorda joy bor, men ochishim mumkin. Va Costa'ning klientlari, Costa'ning o'ziga borib, bitta-bitta men klientlar bilan suhbatlashishim mumkin. Oldindan savollarimni tuzib olib. Va iloji boricha e'tibor beringlar, bu narsani zapisda bo'lishi kerak. Голосовойga zapisga qo'yib qo'yasizlar, buni eshitishni boshlaysizlar. Sizlar kelgandan keyin ham nimaga deganda, suhbat davomida bu meni gapim emas. Bu marketingda dodalaridan bittasi bo'lgan odamning gapi. Ismini men yozib ketamiz, hozir esim kelmayapti. Suhbat davomida mijozlardan eng zo'r insightlar qaynab chiqib kelish boshlaydi. Nimaga deganda, chunki oxirida sizning produktingizga, servisingizga pul to'laydigan odam klient-ku. Siz emassizda. Shuning uchun ham boyagi odam tashqaridan sizni ko'ra oladi. Boyagi odam sizga eng zo'r ideyalarni bera oladi. Nimalarni to'g'rilasangiz, siz savdoyingiz uchib ketish mumkinligini u biladi. Balkim o'zi bilmas bilishini. Tushunasizlar? Shunaqa. Va mashqda eng ключевой etaplardan bittasi bor, mijozdan kelajak haqida so'ramaslik. Misol uchun, "Mana shunaqa kofe qilganimda siz olarmidingiz?"
Men kofeni yoniga har doim puchoni qo'shib berganimda siz olarmidingiz? Yoki faqat menga kelarmidingiz? degan kelajak haqidagi savollarni so'ramas ekan. Nimaga deganda, chunki unga hozirgi problemasiga yechim berish kerak-da. Mijozlar real bo'lmagan javoblarni berish boshlaydi, taxminlarni berish boshlaydi. Chunki u hali kelajakda yashab kelmagan. Tushunasizlar? Shunaqa. Taxminlar ko'payib ketadi. Shunaqa. Agar hozirgi uni nima qiynayotganini bilsangiz, misol uchun men kelaman, mana shu falon kofe brendga, mana shu kofe shopga kelaman. Nimagadir ham bularda xumo yo'q yoki men onlayn to'lov qila olmayman bularga. To'g'rimi? Zo'r. Bildim, demak mana shu narsa klientimni qiynayotgan. Men demak kofe shop ochayotganimda pulni olish oson qilib qo'yishim kerak. Tez, oson pulni olishim kerak. Shunaqa. Va mijozlarni bugungi muammolarini tushuntirishda ular yaxshiroq bo'lishadi. Mana bitta muammoni bildim, aytaylik, to'lov tizimida muammosi bor. Yana nima muammolar? Ba'zida muammolar bo'lmaydi. Ya'ni muammolar bo'lmaydi deganimda muammolarni bilib olasiz. Endi siz qo'shimchalarni qo'shishni boshlaysiz. Qara, bu odam misol uchun mendan kofe kutyapti, to'g'rimi? Chilonzorda bitta kafega yonma-yon 3 ta kafe turibdi-da, men har bittasiga kirib ko'rganman analiz qilish uchun. Nimaga birinchi kafeda odam kam, ikkinchisida vashshi ko'p, usvet qilishmayapti, ulgurishmayapti ular. Uchinchisida o'rtacha. Ya'ni nimaga bu bunaqa? Uchalasi ham bir xil kafe-ku, ya'ni bir xil narsa sotishyapti. Shirinliklar, kofe, morojniy. Nimaga bunaqa? Men qiziqqanman. Shuna birinchisiga kirgan paytimda o'sha klienti kam kafega kirganimda pol kirdi. Pol hovlisi, tushunasizlar, kir bo'lgan. Kafelar sinib, agar bilsanglar sinib, tegidan qumlari chiqib qolgan bo'ladi. Shunaqa turibdi. Keyin men kirib borganimda nimagadir ham hamma ishchilar o'zini ishini qilmayapti. Kimdir pul sanayapti, o'tirib olib. Tushunasizlar? Kimdir nimadir yeb o'tiribdi o'sha yerda. Yeb o'tiribdi. Hamma anaqa kayfiyati yo'q, mana shunaqa turibdi. Mana shunaqa hamma nimadadir alamzada. Keyin men aytaman, mana shunaqa narsa bormi sizlarda? Menyuda yozib qo'yilgan uspokоящий choy. Bormi sizlarda desam, yo'q deydi. Voy, nimaga yo'q? Desam, yo'q просто deydi. Menyuga yozib qo'yilgan ekan desam, oldin bor edi deydi. Boshqa mana bunaqa choylar ichib desam, yo'q. Nima bor o'zim? Nima bor desam, mana bunaqa bor. Bu ham uspokоящий choyga kiradi deydi. Ya'ni boshqa choy aytyaptilar menga, bu ham uspokоящий choyga kiradi desam, u yoqdagi kassirka, ya'ni kassa turgan qiz dovdirab qoldi. Nimaga unaqa bo'ldi? Chunki u bilmas edi, o'zini produktlarini yaxshi bilmas edi, nima sotib otganini. Choy deb bilgan, u o'sha mevali choy deb bilgan, lekin uni uspokоящий choyligini bilmagan. Shunaqa. Ya'ni mashitda mana kamchiliklar ko'rinishi boshlayapti. Tushunasizlar? Analitiklarning vazifasi shu narsalarni ko'ra bilish kerak. Klient sifatida, klientni tomonidan ko'ra bilish kerak. Klientlar bilan gaplashib o'sha narsani klient ichidan sug'urib olib chiqa olish kerak, insightlarni. Men hozir sizlarga aytayotganim bu eng qimmatli insightlar. Shunaqa. Keyin men ikkinchi kafega kirdim, ya'ni klienti ko'p kafega. Shuna kirdim, kassa tez ishlayapti. Tez men o'chirtim keldi, bu zo'r. O'sha kirganimda bildim, anaqa zo'r hid urib turibdi meni. Menga shuna dimog'imga urildi deydim. Zo'r hid chiqib turibdi. Yo'qdi. Hamma joy top-toza, zo'r ideal gap yo'q. Kafelar bittasi ham sinmagan, men ko'rmadim singan kafelar. Toza, har bitta o'tiradigan joylar, stol-stullar. Kassaga bordim. Men aytaman, men har bitta injiqligimni ko'tarishgan paytda men yana ham injiqligimni ko'tarib boraman. Biron joyga analiz qilishga borganimda. Aytaman, menga bitta mana shunaqa pirojniydan bering, menga uspokоящий choy bering, mana bunaqa narsalar bering, menga kofe bering. Qanaqa kartada to'lasam bo'ladimi yoki men onlayn to'lasam bo'ladimi desam, u yoqdagi bola aytibdi. Hozir Humo anaqa menda ishlamayapti dedi. Ya'ni men Humoga uzatsam, sizda deyapti, klik paymentlar bormi? Men mana kartani beraman, uz karta deyapti. O'zimnikini. Yoki mana shu ishxonanikimi bilmayman, u karta kimniki. Mana shunga o'tkazing, men bu yoqdan Uzkar terminaldan yechib olaman deyapti. Tushunasizlar? U yoqda balkim oldindan qo'yib qo'yilgandir tayyor yechim. Unda Uzkar Humosi bo'lmasa yoki bu narsa ishlamasa, mashinani ishlatinglar, mashinaga qilinglar. Nima qilib bo'lsa ham boyagi pulni olib qolinglar. Klientlar norozi bo'lib chiqib ketmasin
deb aytib qo'yishgandir. Balkim uni o'zi ishlatayotgandir bu instrumentni. Lekin o'sha yerda men xursand bo'ldim. Shunaqa. Buni ko'pincha Kaizen texnikasi deyshadi, adashmasam. Ya'ni muammolarga o'sha tez joyda yechimlarni topib chiqib ketishadi yoki oldindan tuzib qo'yishgan bo'lishadi. Yo'q muammoni eshitsangiz. Ko'pincha men har safar injiqligimni ko'tarishsa yana oshirib boraman. Nima oshirib borishim mumkin? Misol uchun men shunday boraman-da. Kartadan o'tkazib bersam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, mana shu kartaga o'tkazib bering. Voy, zaryadkam tugab qolibdi deyman. Yoki men hamma narsani yeb bo'lganimdan keyin borib shuna deb ko'raman. Voy, zaryadkam tugab qolibdi. Desam, misol uchun men bitta joyda shunaqa ko'rganimda yetishgan. Necha hech qanaqa muammosi yo'q. Men telefonni zaryadga qo'yib qo'yishim mumkin. 5 minut o'tirib turing deyishgan. Va o'sha eng klienti ko'p kafega borganimda, men boya kofe etdim, to'g'rimi? Yoniga bitta shokolad qo'shib qo'yishibdi. Kichkina. Keyin aytdim, men bu shokolad etmaganman, men siz zakazimni adashtirib yubordingiz desam, yo'q, bu bizda bonus dedi. Ko'rasizlar, bu mijozga kutilganidan ortig'ini berish deyiladi. Balkim katta narsa emasdir, lekin u menda zo'r emotsiya qoldirdi. O'sha paytda, o'sha momentda. Chunki men undan faqat kofe kutdim. Ice kofe kutdim, muzli kofe. U menga yoniga shokolad ham qo'shib beryapti. Ko'rasizlar, kutganidan ortig'ini berdi. Menda bu wow effektini hosil qilishni boshladi. Shunaqa. Telefonim o'chib qolibdi deyman. Zaryadga qo'yib qo'ysam bo'ladimi sizlarga deyman yoki uni o'zini yechim berishini kutaman u odamni. Mana qanaqa qilib men xarita etaplardan olib o'tishim mumkin edi. Xo'p, kelajak haqida nimaga so'ramaylar dedim? Chunki ko'pincha noto'g'ri bo'lib chiqadi. Noto'g'ri bo'lib chiqadi, u taxminlarini aytadi. Kelajakda uni shunaqa muammolar qiynamasligi mumkin. Buni ehtimoli juda past. Ha? Shunaqa. Yana bitta case aytib ketmoqchiman. Mana shu Kazdev instrumentini kim ishlatib eng ko'p foyda topgan? Mana shu instrumentning o'zi qaranglar. Bu brendga 118 milliard dollar pul olib kelibdi. Bir dona mana shu instrument. Bu Pampers brendi edi. James Tingle degan odam bor. Bu ham shunaqa marketing bo'lgan, agentvasi bo'lgan, uni kitob yozgan, Grow degan, rasmini bu yoqqa chiqarib qo'yamiz. Tavsiya qilaman o'qishni, ko'ringlar. O'sha kitobida Jim shu narsani tushuntirib bergan. Pampers brendini ham ular shu instrumentlarni ishlatishgan. Ular polniy analitikada bo'lishgan, juda chuqur analiz qilishgan. Adashmasam 5 yilmi shunaqa analitikada bo'lishgan. Ular Pampers brendi juda katta, bilasizlar. Minglagan ota-onalarni savol-javobdan o'tkazishgan ular. Qanaqa savol-javoblar? Nimaga Pampers sotib olyapsiz? Mana shu brendni yoki mana shu taglik deyshadimi, shu narsani sotib olyapsiz deyshsa. Chunki men buni taqib qo'ysam, bolam yig'lamaydi. Yoki men bu gilamlarni qatlanadir xo'l qilib yurmaydi. Hid chiqarib deb shu narsani aytishgan. Yoki men kechasi taqib qo'yib, bemalol uxlashim mumkin deyshadi. Ha, zo'r. O'shani taqmasangiz, Pampersni uxlasangiz, nima bo'ladi? Esa bolam kechasi tagi ho'l bo'lsa, turadi, yig'laydi deyshadi. Zo'r. Nima muammolar qiynaydi sizni Pampers taqayotgan paytda deysa, aytishadiki, ko'pincha qizartirib qo'yadi. O'g'limni belini yoki oyog'ini qizartirib qo'yadi. Ba'zida allergiya berib yuboradi terisiga deb aytishadi. Zo'r. Taqmasdan uxlagan kechalarini ular analiz qilish boshlashadi. Tushunasizlar? Taqib uxlayapti, taqmasdan uxlayapti. Nima bo'ladi deganda, taqib uxlasa ular mazza qilib uxlashyapti. Mazza qilib uxlamasangiz nima bo'ladi desa, aytilganki, boyagi ayollar meni erim boshqa xonaga chiqib ketib uxlaydi deydi. Ko'rasizlar, ularga emotsional zarba beryapti bu narsa. Boshqa xonaga chiqib ketib uxlaydi. Bolam kechasi bilan yig'laydi yoki erim qaragan taqdirda ham aytadi, ertasi kuni misol uchun asabi buzilib yuradi ishxonasida deydi yoki uni o'zi aytgan, misol uchun erkak kishilarni analiz qilishganda kechasi bolam yig'laydi, keyin men ertasi kechasi yaxshi uxlamayman, kuni bilan asabiy bo'lib yuraman, nerv bo'lib yuraman, chunki kechasi meni uyqum yaxshi bo'lmagan bo'ladi deb aytishadi yoki charchagan bo'lib yuraman deyshadi. Lunch, zo'r. Lunch bo'lsa bu nima bo'ladi? Polniy hamma muammolarni o'rganib chiqishgan. Tushunasizlar? Gilam qo'l qilib qo'ysa, hamma joyda hid chiqarish boshlasa nima bo'ladi? Mehmonga borganda shunaqa qilib qo'ysa nima bo'ladi? Tushunasizlar? Allergiya toshtirib yuborsa nima bo'ladi? Bunaqa bo'lsa nima bo'ladi? Bunaqa bo'lsa nima bo'ladi? Hammasini analiz qilishgan. Hamma danlilarni yig'ib olib kelishgan xalqaro kompaniyalarda R&D degan bo'lim bo'ladi. Bu nima deganda Research and Development bo'limi.
yangi narsalarni topishadi, instrumentlarni mana shunaqa analizlar qilib, ko'rib, tekshirib yurishadi ular. Topib, bu yoqqa tatbiq qilishni boshlashadi. Nima qilib tatbiq qilsak, bu yoqqa foyda olib kelish boshlaydi. Tushunasizlar? O'shanda Jim hamma dalilni olib chiqib borganda aytgan, "Menga sen shunaqa pampers qilib berging deyishgan, R&D'dagiligi. Bu allergiya tarqatmaslik kerak. Taqqanida, misol uchun, minimum 12 soatmi, bilmayman necha soat, 15 soatmi, tega qo'l bo'lmasam, bu chidab turib bera olish kerak pampersim deydi. Tushunasizlar? Chidab turib bera olish kerak. Ularni hamma problemalarni yechadigan produkt olib chiqadi. Jim analiz qilayotganda shu narsani tekshiradi. U odamlarning polniy hayot tarzini o'rganadi. Telefondan qanaqa foydalanadi, kimlarni kuzatadi ular, tushunasizlar? Nimalarni sotib oladi, nimalarni yeb ichadi, nechida uyg'onadi, nechida uxlaydi, televizor ko'radimi yo'qmi, internetga kiradimi ko'proq, qayerda o'zini ko'p vaqtini o'tkazadi, qayerga boradi ovqatlanishga, qaysi yo'ldan yuradi eng ko'p, mashinasi bormi yo'qmi, hammasini tekshirishgan. Qaysi kasbda ishlaydi, necha pul topadi, tekshirib boyaga yechim topgan produktini u paytda raqobat juda katta bo'ladi, olib chiqadi. Bu 2007-2008-yillarda bo'layotgan ish. Olib chiqadi va masjidda juda finansistlar bilan kelishib aqlli hiyla qiladi Jim. Pampersda birsanglar razmerlar bor. 1 2 3 4 5 sekin bola kattalashgan sari boyaga razmerlar ham kattalashadi. Agar bilsanglar kichkina razmerdagi pampers taqadigan bolalar ular juda tez o'sib ketishadi. Masalan 1 yoki 0, 2 razmer taqadigan bolalar juda tez o'sib ketishadi. Shu yerda Jim aytadiki, mana shu 0 va 1 razmerdagi pamperslar bizdagi себестоимость narxi, ya'ni klientning qo'liga yetib borgunicha bo'lgan narxi necha pulga tushadi bizga deydi. Toza narx. Desa, misol uchun aytaylik, bizda so'mda 1,5 so'm yoki 2,000 so'm deb aytishim mumkin. Zo'r. Eng arzon pampers necha pul agar savdo foyda qo'yilib sotilsa? 2,5 so'm. Zo'r. Bizani pampersimizda necha pulli pampers bilan raqobatlashadi? 5,000. Zo'r. Yoki aytaylik 3,000lik. Yaxshi. Endi Jim masjidda oldin bolalari bo'lgan, bitta, ikkita, uchta bola tuqqan odamlarni, ota-onalarni, o'sha onalarni analiz qiladi-da. Birinchi bolasi tug'ilayotgan ota-onalarni analiz qiladi. Bu nimaga kerak deganda, ikkita, uchta bolasi borlar boshqa pampers brendlariga sodiq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ularni biz o'zimiz tomonga og'dirib olishimiz qiyinroq bo'lishi mumkin. Tushunasizlar? Endi mana bu hali bolasi endi birinchi marta tug'ilayotganlarni biz osonroq tortib olishimiz mumkin. Bular bizga arzonroq tushishi mumkin bu mijozlar. Ular shu darajagacha analiz qilib tushgan, balki siz oldin bu narsaga e'tibor bermagandirsiz. Analiz qilib tushishadi, keyin 0 va 1 razmerdagi pamperslarni o'zini narxida berish boshlashadi. Qaranglar. Bu yerda yana bitta narsani qo'shmoqchiman. Marketologlarning eng katta quroli har doim aytib kelganman, bu nafs, komfort zona. Nimaga deganda, chunki siz nafsga yaxshiroq variantni ko'rsatib qo'yasiz, yaxshiroq variant, mana senga yaxshiroq variant yoki mana senga yaxshiroq variant ko'rsatib qo'ygan paytingizda, u endi oldin rozi bo'lib turgan variantiga ham endi rozi bo'lmaydi. Ular bozorni analiz qilishgan-ku, o'rganib chiqishgan-ku, klientni, konkurentlarni, produktlarni hammasini analiz qilib chiqishgan. Ularni produktni bera olmaydigan narsalarni bular topib chiqishgan-ku. 0 va 1 razmerdagi pamperslarni berish boshlashadi, ota-onalarni komfortga bo'ktirishni boshlaydi. U qaysi komfort edi deganda, juda arzonga beryapti. Eng arzon pampersdan ham bu arzonda, eng qizig'i. Lekin bu eng zo'r pampers. Ya'ni bozorda yo'q unaqa pampers. Berish boshlayapti, ota-onalar olib kiyishyapti. Shunda nima bo'ladi? Ota-onalar kechasi bolasi yig'lamaydi. Allergiya toshirmayapti, ko'p bolalarda, hammasida demayman. Toshirmayapti. Ularni xohlagan idealdagi produkt. Voy, bu men xohlagan narsa edi-ku deydi. Yoki bu meni problemalarimni yechyapti-ku deydi. Oldin meni qiynab kelganda bu problema. Bolasi borlarni, bolasi yo'qlarni. Bolasi yo'qlarni sekin o'rgatib kelyapti ular komfortga. O'rganishdi komfortga. Pampersni razmeri oshadi. 2 ga o'tgan paytida ular aytaylik yarimta foydani qo'yishadi. Misol uchun men 5 so'm foyda qo'yishim kerak bo'lsa, ustiga pul qo'yishim kerak bo'lsa, 250 so'm qo'yib qo'yishadi. 3-razmerga o'tgan paytida masjidda boyaga men 250 so'm qoluvdi, bu men bu 3 razmerli pampersni foydasini hammasini qo'yib yuborishadi. 4 5 masjidda har bitta razmerdan o'tayotgan paytda narx oshishni boshlaydi.
Narx oshganda ota-onalar aytishadi, "Voy bu narx oshyapti" deyishadi. Arzonroq pampersga o'taylik. Orada vaqtda 2 oy, 3 oy, balki 5 oy, 6 oy o'tgandir. Ular ancha komfortga o'rganishgan bo'lishadi. Bitta boshqa pampersga o'tishsa, bundagi bor texnologiyalar unda yo'q. Bitta arzonroq brendga o'tishdi, misol uchun aytaylik 2000 so'mlik, 1,5 ming so'mlik arzon pampersga o'tishdi yoki 5000 so'mligi o'tishgan paytda qarasa adilga berishyapti. Kechasi bola yig'layapti. Boyagi odamning ota-onaning asabi buzilyapti, uyqusi buzilyapti, to'g'rimi? Ertasi kuni boshi og'rib yuribdi. Keyin oxir nima deyshadi? Boyagi pampersda bunaqa bo'lmayotgandi-yu. To'g'rimi? Endi bu produktni qaytishadi. Shunaqa. Komfort mana shunaqa bo'ladi. Marketingning eng kuchli quroli mana shunaqa komfort, nafs. Ularning eng kuchli quroli bo'ladi. Nimaga bunaqa deyapsiz deganda men ko'p case keltirishim mumkin. Buni menga ustozimiz Aziz aka Rahimov aytib bergandilar. Rimda Sezardan bitta oldingi imperator bo'lgan ekan. Unda u odam imperator betonning ustida uxlab, qotgan non bilan suv ichib yurar ekan. O'zi spetsiyalni. Balkim hech kim bilmagandir bu ish qilayotganini. Yashirib qolar. Keyin bir kun hamma vazirlar kelishib olishadi-da, aytishadi. Qarshi keladi, u bizga qo'l qo'yib beradi, pechat urib beradi, biz g'aznadan pul olib chiqib ketamiz. Agar yo'q desa, biz shantaj qilamiz, deyshadi. Keladi, imperator kelgan paytda shunaqa deysiz, imperator yo'q deydi. Yo'q desa, keyin bular aytishadiki, vazirlar biz bo'lmasa seni shantaj qilamiz, qamoqqa tashlaymiz, qamoqda beton ustida uxlab, qotgan non bilan suv ichib berasan desa, u imperator aytadiki, "Sen men uyimga borib ko'rgin, shundoq ham meni hayotim shunaqa" deb aytadi. Shunaqa. Tushunyapsizlar? U oldindan shu narsani ko'ra olgan, ma'naviyatli odam bilan madaniyatli odamning farqi juda o'tlab ketdi. Aytmoqchi bo'lganim, u o'sha ma'naviyatli odam bo'lgan. O'zini ko'ra bilgan. Qaysidir ma'noda kelajakni ko'ra oladi. U o'sha yerda komfortga bo'kib qolmagan. Shunaqa. Aytaylik, men sizlarga misol keltirishim mumkin. Juda oddiy, mashina haydab yurgan odamdan shunday mashinasini olib qo'yib qo'yinglar. Shunday olib qo'yinglar. Jinni bo'lib qoladi. Puli yo'q bo'lsa ham, boyagi nafsi dod devoradi. Bitta shaldiroqroq bo'lsa ham topasan deydi. Qayerdan bo'lsa ham mashina topishing kerak deydi. Qarz olib bo'lsa ham u boyagi mashinani oladi, haydash boshlaydi. Tushunasizlar? Mana nafs nimaga olib kelyapti. Men o'zimda shu narsani test qilib ko'rganman, ya'ni shu gapni eshitganimdan keyin ancha oldin bunga bir oy faqat taksida yuraman deganman. O'zimga metroga ham chiqmayman, avtobusga ham chiqmayman, shu narsani test qilib ko'raman, o'zimga challenge deganman. Faqat shunday yurib ko'rdim. Bir oydan keyin bo'ldi, vaqt tugadi dedim. Nimani his qildim? Men charchamayapman dedim. Misol uchun oldin metro avtobusda yursam charchirdim dedim. Charchamayapman, zo'r, komfort, mazza, bitta o'zim kelaman. Shuni metroga qaytib tushganimda metroda hid borligini sezishni boshladi mana nafsim. Tushunasizlar? Buni yoqmayapti boya komfort menga. Ne komfortni bo'lishi. Hid, it qilishligini sezdim. It turib ketyapman, oyog'im og'rish boshladi. Mana qanaqa komfortli joylar bor. Ko'rdinglar? Men terlashni boshladim metroning ichiga tushib qolganimdan keyin odamning ko'pligidan. Men nafsim dod deyapti-da, sen qaytasan deyapti. Sen taksiga qaytasan deyapti. Mana ular qanaqa ishlatishadi komfortni. Aytmoqchi bo'lganim, Jim o'sha komfortni ko'ra bilgan. Boyagi ota-onalarni qiynayotgan muammolari, ularga qanaqa komfort bersam bo'ladi, qanaqa men ularni nafsini o'rgatib olsam bo'ladi, boyagi bosqichga osonroq, men boylab qo'ysam bo'ladi. Shunaqa boylab qo'ygan. Bo'ldi. Все. Balkim iPhone ishlatayotganlar Redmi yoki Samsungni qo'llariga olishsa, bu narsani sezishadi. Boyagi komfort ulardan olib qo'yilgan bo'ladi o'sha paytda. Yana qaytib olishadi iPhonega. Ko'pincha holatlarda shunaqa bo'ladi. Men ko'rganim bu. Shunaqa, men o'ylayman sizlarga bu instrumentni tushuntira oldim. Umumiy bizani videoyimizda mana shu narsa haqida edi. Nimaga ko'p misollarni keltiraman? Chunki men o'ylayman, misollar bilan tushuntirish ancha osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni chetdan, historiyadan, hozirgi paytdan hammasini birlashtirib misollarni olib kelaman. Shunaqa. Endi yana bitta case aytib ketmoqchiman men sizlarga. 2007-8larda butun dunyoda krizis bo'ladi. Krizis holati bo'ladi. Bu narsa Amerikaga ham ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi-da, o'shanda ko'p brendlar o'zini filiallarini yopishni boshlaydi. Bekitadi. Kamaytirishni boshlaydi. Lekin bitta brend
egasi, o'sha yerdagi CEO, direktor ko'radida, u odam bo'yatgandek ma'naviyatli odam bo'lgan ekanda, qani uzoq ko'rishib bilgan. Hamma filialni shunaqa raqamlarda ko'targan. Qaysi filiallar o'zini ko'taryapti, qaysi filiallar foydada, qaysi filiallar zararda, ya'ni minusga ishlayapti. Minusga ishlayotganda shunaqa hammasini yopgan. Tushunasizlar? Nolda bo'lganlar, foydada bo'lganlarni har bitta Amerikada shtat yurib, bu yoqdagi klientlar bilan gaplasha boshlagan. Bu Starbucks. Starbucks brendi kofe sotishadi ular. O'sha paytdagi bu xalqaro kompaniyaning direktori Mashoka rasmlarini chiqarib qo'yamiz. Hamma filiallarga bitta shtat yurib, klientlar bilan gaplashib, hozir ularni cho'nchagiga ko'taradigan, hozir ularga kerakli bo'lgan produktni bergan. Aytaylik, oldin 400 ml kofe, mashincha idishli, katta idishli kofe $10 bo'lgan bo'lsa, hozir xuddi shunaqa kofe bor. Faqat endi u 200 ml da, tushunasizmi? $5 bu. Yoki men 100 ml qilib qo'yaman, $2.5, $2 qilib qo'yaman. Mana ular ekonomikani qanaqa olishni boshlashgan. Kichkinaroq. O'shani berish boshlashgan ularga. Mana shunaqa paytda Starbucks 2008-yildagi krizisdan foydali chiqib ketgan. Shunaqa. Xalqaro gigant brendlar mana shunaqa ishlaydi. Bundan ham apasniy tomoni bor. Bu narsani balkim ko'pchilik bilmas. Xo'p, bu 200 ml qilsa yoki 400 ml qilsa, oldin misol uchun marjasi $1 bo'lgan bo'lsa, endi 50 sent bo'lib qolmayaptimi? To'g'rimi? Kamayapti-yu mana marja. Bu mendan qancha ko'p, qancha katta produkt ko'p sotib olsa, men shuncha ko'p pul topishim kerak edi. U menda ko'p sotib olish kerak, to'g'rimi? Mana shu yerda marketologlar aqlli hiyla qilishadi. Bu narsa oldindan bor. Food scientist degan soha vakillari bor. Ular oziq-ovqat olimlari. O'zbekchasi endi shunaqa tarjima bo'ldi. Food scientistlar ular oziq-ovqat olimlariga shunaqa vazifa berishgan. Qarochi nima qilsanglar qilinglar, lekin meni kofemni bir kunda kerak bo'lsa 3-4 martalab sotib olib ichsin deyshadi. Addiction bo'ladi, boyaga ruju qo'yib qo'ysa kerak bo'lsa meni kofemga deyshadi yoki meni suvimga. Mana Coca-Cola'mga aytaylik yoki mana Fantamga ruju qo'ysin deyshganda, food scientistlar marketologlar bilan analizlar bilan ishlashni boshlashadi. Nimaga bu kofe ichadi deyshadi. Uyqusini o'chirish uchun, kofeinni o'sha qonga so'rilgandan keyin energiya olish uchun deyshadi. Zo'r, energiya. Nima bunga energiya beradi? Boy kofein. Aytaylik necha bundagi doza? 12. Zo'r. Endi 12 dozali kofeinni men misol keltirib aytaman, prosta. Ichsa, necha soat bu kofe ichmasdan yurishi mumkin? Deysa, ular aytishadiki, aytaylik 12 soat. Zo'r. 9 da ishga kelsa bu, 5 da ketsa, qanaqa qilib bu 2 marta sotib oladi? 2 marta sotib ola olmaydi, uyga qaytib ketadi bu. Mana shu bir kunning ichida bu 2 marta kamida yo 3-4 marta sotib olish uchun biz mana shu kofeinni dozasini tushirish boshlaymiz. Nima qilib biz tushirsak bo'ladi? Mas'ala sekin pastga tushirish boshlashadi. Aytaylik 12 bo'lsa 4 ga, 3 ga tushirish boshlashadi. Siz ichasiz. Boy kofein qonga so'riladi, faqat bu kam bo'lganiga tez parchalanib ketib turib yoki doza pastroq bo'lganiga tez parchalanib, kamayib so'rilib ketadi-da, yana siz uyqusiz kelish boshlaydi. O'shanda nima bo'ladi? Yana tez olib ichasiz. Har safar ichgan paytingizda yana o'shanda 2-3-4 martalab sotib olasizda, menga oldin 50 sentdan yoki $1 dan kuniga bitta bergan bo'lsangiz, endi 50 sentdan 4 marta berasiz. Endi menga $2 yoki $1 dan 4 marta berasiz kuniga. $4 olma. Sizdan 4 kunda oladigan pulim 1 kunda olma. Ko'ringlar, balki pulingiz yo'qdir. Lekin kimda bo'lsa men olaman o'sha pulni. Shunaqa. Mana qanaqa ishlaydi bu. Yoki tarkibidagi eng ko'p shakar ishlatadigan produktlarni ko'rishni boshlaylasizlar. Misol uchun, men bu yoqda achchiq qilib turib, boyga men o'zimni narsamni yoki ko'p shakarni qo'shib turib, berdim sizga. Beronman, yeyapsiz. Mana food scientistlar qanaqa ishlaydi. Yeganingizdan keyin shakar ko'p bo'lgan hisobiga qonga dopamin so'rilish boshlaydi, katta miqdorda. Baxt garmoniya deymiz biz. Xursand bo'lamiz mazza qilib. Och odam qaranglar, ko'pincha asab buzilgan, ayniqsa erkak kishilarda mana shunaqa stressli holatda yuradi, to'g'rimi?
Qorni to'ygandan keyin ancha mana qonda qand miqdori oshadi, boyagi dopamin sekin oshib turib, ancha o'ziga keladi, xursand bo'ladi, mazza qiladi. Расслабиться qolmaydi deydi, shunaqa bo'ladi u. Mazza qiladi-da. Endi o'sha dopamin katta miqdorda bo'lsa-chi, boyagi so'rilgan dopamin yana tez parchalanib ketgandan keyin yana boyagi miya anaqa dopamin tushdi-ku, mana baxt gormoni tushdi-ku, endi yana ko'tarish xohlasanchi. Miya bu narsaga ruju qo'yib qo'ysa-chi, tushunasizlar? Endi men o'sha ichimligimni ichiga tuz ham qo'shib qo'ysam-chi, boyagi narsamni ichiga. Men katta miqdorda shakar qo'shdim, bu yerga ozgina tuz qo'shsam bilinmaydi. Ya'ni bilinmas darajada men olib chiqaman, boyagi balansga olib kelaman hammasini. Ichib olasiz, shakar bor, dopamin chiqib ketdi, zo'r, men xursandman, baxtliman, maza qilib yuraman, lekin bu sho'riydi, tuz bor edi. Chanqadim, yana ichaman, yana ichdim, yana ichaman, yana ichdim, yana ichaman. Chonsi ichganingiz sari, siz ichganingiz sari yana ichib, bu narsaga ruju qo'yishni boshlaysiz. Siz qancha ko'p sotib olasiz, men shuncha foyda qilaman. Mana shunaqa ishlaydi. Menimcha men sizlarga juda anaqa opasniy bo'lgan sekretlarni ochib tashladim bu yoqda. Meni har bitta aytayotgan gaplarimni buni 100% haqiqat ekan deb ushlab olmanglar, buni fact checking qilib ko'ringlar. Ya'ni sizlar tekshirib ko'ringlar. Bitta. Ya'ni rostdan ham haqiqatmikan deb. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Men xursand bo'ldim mana shu joygacha agar siz ko'rgan bo'lsangiz, men o'ylayman ko'p insightlarni oldingiz o'zingizga va kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib keting. Siz qaysi produktlarni bilasiz? Hozir biz aytgan qaysi misollarni bilasiz yoki sizda qanaqa situatsiyalar bo'ldi? Shunaqa gaplar.